Soy arena, oh so bright. Baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? Move your body, it's so real. Vuélvete loco, don't stop now. Sigue el ritmo, I'll show you how. Fuego en el aire, burning high. Feel the heat bajo el sky. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz obunachilar, hurmatli Umid.uz kanalimizda ashaddiy muxlislari. Bilasizlar, sizlarga sihatgohlar to'g'risida ko'plab ma'lumotlar berganmiz. Bugungi manzilimiz ham Farg'ona viloyati Chimyon shaharchasida joylashgan Koinot Kavsari olami bo'ladi. Hozirda bu sihatgohimizda asosiy yo'nalishimiz o'sha tayanch a'zolariga ixtisoslashgan bo'lib, bu yerdagi hozir bemorlarimiz bilan va mana shu yerdagi mutaxassislarimiz bilan sihatgohimizni to'liq ma'lumotlarni sizlarga berishga harakat qilamiz. Sizlarga bir ma'lumot aytib o'taman, ya'ni Umid.uz kanalidan keldim desalaringiz 10-15% sizlar uchun bonus, ya'ni skidka qilib beriladi. Video davomida chiqqan nomerlarga bemalol aloqaga chiqib, o'zingiz uchun joylarni oldindan band qilishingiz imkoniyatlari bor. Tezda aloqaga chiqinglar. Hozirgi mavsumda chegirmalar juda katta bo'lyapti. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Farg'ona viloyati Chimyon shaharchasida joylashgan Koinot Kavsar sihatgohimizda asosan tayanch harakat a'zolari, bo'g'im og'rig'i, poliartrit revmatizm, osteoxondroz, yurak qon tomir kasalliklari, asab kasalliklari, teri kasalliklari, davleniya, sahr, bel bo'yin grijalar davolovchi O'rta Osiyoda yagona bo'lgan oltin yurt suvi bilan lecheniya qilinadi. Mana qish mavsumi kelyapti. Hamma lecheniya bitta zdaniyani o'zida bo'lib, birinchi etajimiz vannalar, ayollar, erkaklar uchun alohida bo'lib, ikkinchi etajimiz fizolecheniya, parafin grez bo'limi bo'ladi. Bizni asosiy xizmat turlarimiz yotoq joy, uch mahal issiq ovqat, shifokor ko'rigi, oltin yurtli vanna, giyohli vanna, parafin, grez, elektr muolajasi, kinora zona massaji, ukol xizmatlari, madaniy tadbirlar, oshqozon ichaklari uchun magniyli suvlar to'lov ichiga kiritiladi. Assalomu alaykum hurmatli aziz muxlislar. Biz bu sanatoriyada Toshkentdan keldik. Bizga ma'qul juda ham, ovqatlari, yotoqxonalariga gap yo'q. Muomala yaxshi hammaligini. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Sihatgohimizning yana bitta standart xonasi. Bu xonamiz 280 ming, hozir 10% chegirma bilan 250 ming so'm. Xonaning ichida hojatxona, dush, televizori bor. Choy ichish uchun stol, stullar va 2 kishi uchun mo'ljallangan ikkita koykamiz va kiyim ilgani shkaflarimiz mavjud. Xonalarimiz juda ham issiq. O'ylanmasdan Koinot Kavsar sanatoriyasiga kelib dam olib davolanishlaringni tavsiya qilaman. Sanatoriyamizning qo'shimcha xizmat turlaridan bu asalli bochka. Asalli bochka bu asosan shamollash, yallig'lanish, osteoxondrozlar uchun juda ham foydali. Ya'ni bu asalni og'riydigan joylarga surkab tushadi-da, par orqali eritib qonga suriladi. Bu muolajamiz 10-15 minut davom etadi. Biz bir necha yildan beri shu Koinot Kavsariga dam olgani kelamiz. Hamma lecheniyalar foydali,
bir yilda bir marta o'zimizga shifolarni olib ketamiz. Maroqli dam olamiz. Biz bundan juda ham xursandmiz. Bu Koinot Kavsari jamoasiga, ahil jamoasiga, shirin so'z hamshiralariga, boshqa hakamlariga, rahbariyatiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Shu sihatgohga kelishlarini sizlardan taklif qilamiz. Bu akamiz hozir zona massaj olyaptilar. Zona masajimizda yelkalariga yozilgan. Masajda yelkalariga yozilishining sababi yelkalarida ozgina tuzlari bor. Massaj qo'l orqali shu tuzlarni eritib, qon aylanishini faollashtirib beradi. Undan tashqari общий masajlarimiz bor. Bu zona masajimiz sanatoriyamiz nomidan. Общий masajimiz ular platniy uslugalarga kiradi. Общий masajda tana to'qimalariga, qon aylanishiga, tuzlarni eritishiga общий masajimiz juda katta yordam beradi. Sizlarni ham Koinot Kavsari olami sanatoriyamizga kelishlaringizni tavsiya qilamiz va intizorlik bilan kutib qolamiz. Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum. Aziz muxlislar, hurmatli insonlar, mehribon. Hammalaringni mana shu Koinot Kavsari sihatgohiga taklif qilamiz. Mana bizni bu yil 2-yili kelishimiz. O'tgan yili kelganimizda juda hamma muolajalar ma'qul kelgan. Xonalar issiq, ozoda, pokiza. Kelinglar hammalaring taklif qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sanatoriyamizning asosiy lichinasi bu oltingurli suv. Oltingurli suv inson organizmiga qon orqali, nafas yo'li orqali so'rilib, birinchi navbatda tayanch harakat a'zolari, bo'g'im og'rig'i, poliartrit revmatizm, osteoxondroz, yurak qon tomir kasalliklari, asab kasalliklari, teri kasalliklari, davleniya, sahr, bel bo'yin grijalar davolovchi O'rta Osiyoda yagona bo'lgan suv hisoblanadi. Bu suv muolajasi belgacha vanna qilinadi-da. Bu 3 kunda og'riqlar qoldirish mobayniga insonda organizmni 10 yilga yoshartirib beradi. Bizning sihatgohimizda nafas yo'lida muammolari bor insonlarimiz uchun ham mana archali bog'larimiz, tongi sayrlar, kechki sayrlarda bemalol shatda o'tirib, dam olib, davolanib kuzatishlari mumkin. Sanatoriyamizni qisqacha videolari sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa va Umiduz kanalidan keldi desanglar, sizlar uchun maxsus 15% aksiyani qo'lga kiritasizlar. Sizlarni Koinot Kavsar olami dam olish va davolanish sihatgohida kutib qolamiz.